tana agar davoga muhtoj qolsa, bu insonni eng so'ng nuqtasi. Shu siz olamizda mana o'zini o'zi davolay ham oladi, o'zini o'zi hamma narsa qila oladi degan narsa kelib chiqadi fikrlaringizda? Albatta, inson Tibbiyot qayerda qoladi? o'zini o'zi davolaydi, ruhiy Holati nima? holatini. Vujud jihatdan aytmayapman. Vujud tana agar davoga muhtoj qolsa, bu insonni eng so'ng nuqtasi. Meditsinaga keldimi, demak, u ruhiy holatini allaqachon ishdan chiqargan, 7 tonidan o'tib kelgan holat. Bir paytlar qochirilgan, ishlanishdan, ko'zdan narida tutilgan narsalar uchun badal to'laydi, ko'proq o'ylaydi, ko'proq his qiladi va biz aksariyat holda shunday yashaymiz o'zi. O'tkazib boramiz vaziyatni, keyin ham vujud, ham ruhiyat, ham ijtimoiy hayot, ijtimoiy tanangiz birdan ishlashga majbur bo'ladi, zo'r keladi va zo'r qozonadi. Ya'ni juda qiyin o'tadi. O'zi ruhiyatga signal beriladi, o'zingni davola, fikrlaringga qara deb beriladi.